Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, barchangiz sog' omon bormisiz? Yana diydorlashib turibmiz. Allohga hamd bo'lsin. Kuni kecha kanalga Sanjar Patir yigitlari dastidan dod sarlavhasi ostida video murojaat joylagan edim. Mana shu video murojaat ostida qani isbot dalil, qani video degan savollar yozib qoldirilibdi. YouTube foydalanuvchilari tomonidan meni og'zimdagi tillatishga, ustimdagi kiyimga, bepardoz holatimga e'tibor berishi o'rniga og'zimdan chiqayotgan gapga e'tibor berganinglar deydi. Sizlar murojaatchini yuborgan videolarini qayerdan topib ko'rishinglar mumkinligini bilib olgan bo'lardinglar. Endi e'tibor qilmabsizlar, uzr. Men yana bir marta takrorlayman, garchi bitta gapni 2 marta, 3 marta takrorlashni yomon ko'rsam ham, murojaatchini ana o'sha kungi holat bo'yicha olgan videolari, isbot dalillari Andijon bugun Telegram kanalida e'lon qilindi. Men o'zimni kanalimda birovlarning kanalida e'lon qilingan, tarqagan videolarni qo'ymayman, foydalanmayman. Chunki YouTube'ning o'ziga yarasha tartib qoidalari bor, talabi bor. Qolaversa, mana shu videolarni o'zini kanalida birinchi bo'lib joylagan kanal egalari, adminlar agar shikoyat qilsa, meni kanalimga jazo kelishi mumkin. Jazo moddiy bo'lmaydi albatta. Birinchisida ogohlantirish va o'sha video, birovlarning videolari, birovlarning kontentlaridan foydalangan video olib tashlanadi kanalda, o'chiriladi. Ikkinchisida yana o'chiriladi, ogohlantirish beriladi. Uchinchisidan keyin kanal butunlay YouTube'dan yo'q bo'lib ketadi. Yangi kanal ochib olish men uchun problema emas. Lekin meni anchadan buyon kuzatgan, biroq ish faoliyatimni YouTube'da to'xtatganimdan keyin yo'qotib qo'yib topa olmaganlar, mana shu kanal orqali topganlar yana meni yo'qotib qo'yishlarini xohlamayman. Shu uchun yangi kanaldagi faoliyat yuritayotganimni ham xabarini berib, silkasini kommentariyada qoldiryapman. Chunki opisiyaniyada doimo ochib ko'rishni hamma ham bilavermaydi. Oramizda yoshi kattalar borligini e'tiborga olgan holatda kommentariyga qoldiryapman. O'rtoqlar, Sanjar Patirda sodir bo'lgan noxush holat yuzasidan Namangan viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'zini rasmiy bayonotini bergan. Bayonotda aytilishicha, 1997-yilda tug'ilgan, hozirgi kunda Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro, ismi qisqartirilgan S.Sh. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan fuqaro, ismi qisqartirilgan H.A. ga nisbatan zo'ravonlik harakatlarini sodir etgan mojaro ikkala tadbirkorni bitta nom ostida faoliyat yuritayotgani, savdo-sotiq qilayotgani orqasidan kelib chiqqan. Ichki ishlar boshqarmasining bergan ma'lumotida Sanjar Patir nomi bilan faoliyat yurituvchi tadbirkor, ismi qisqartirilgan S.Sh. ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 61.2 moddasi, ya'ni o'zgalarning mulkiga zarar yetkazish, 183-modda mayda bezorilik va 200-modda o'zboshimchalik bilan hujjatlarni rasmiylashtirish ayblovi qo'yilib, kerakli hujjatlar yig'ilgan va sudga taqdim qilingan. Bugun aynan o'sha Telegram kanallaridan biri Andijon bugunda tadbirkor Sanjar Patir nomi bilan tadbirkorlik qiladigan fuqaro o'zini video murojaatini ham yo'llagan. Video murojaatda meni brendimga zarar yetkazadigan faoliyatiga qarshilik ko'rsatdim. Nomini o'zgartirishini aytdim, lekin o'zgartirmadi. Nomini o'zgartirmasa ham mayli edi, agarda sifati buzilgan eski mahsulotlar sotmaganda men rozi edim, deyapti. Va bu ikkinchi jabrlanuvchi tarafni sifati buzilgan mahsulotlarni Sanjar Patir nomi ostida sotishi o'zini brendiga, o'zini savdosiga, imejiga zarar yetkazishini aytyapti. Haqiqatan ham bir tarafdan olib qaraganda tadbirkor haq. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bu davlatning o'zini qonun qoidalari bor. Va haq huquqingiz buzilgan holatda, haqqingiz yeyilgan holatda qonuniy choralar ko'riladi toki siz
qonuniy yo'l bilan tegishli joylarga murojaat qilsangiz. O'tgan videoyimda ham aytgandim, bugun ham yana qaytaraman. Iltimos, har qanaqangi vaziyatda ham jahlga, emotsiyaga berilmasdan, jahlga taslim bo'lmasdan, qonuniy yo'l bilan o'zingizni haq-huquqlaringizni himoya qiling. O'zingizni haqqingizni qonuniy yo'l bilan talab qiling. Hech qachon ko'chada o'zingizni adolatingizni, o'zingizni qonun qoidangizni o'rnatishga harakat qilmang. Aks holda mana bunaqangi vaziyatga tushib qolishingiz mumkin. Jabrlanuvchi ekansiz, haq ekansiz, nohaq vaziyatga tushib qolasiz. Nohaq tomonda bo'lib qolasiz. Jabrlanuvchi holatida ekansiz, vaziyatida ekansiz, zo'ravonga kirib qolasiz. Javobgarga aylanib qolasiz. Shu sababli har qanaqa vaziyatda ham eng to'g'ri yo'ldan borish kerak. Mana bu ko'chadagi samosud, o'zingni qonun qoidangni, o'zingni jazoingni o'rnatish, bu davlat ichida davlat qurib olishdek gap. Gapi ochig'i. Bunaqa zo'ravonlik, bunaqangi holatlarni sodir etish siz o'sha jahlingizni ko'rsatib olguncha. O'ylamang, sizni bu xatti-harakatlaringizga ichki ishlar huquq tartibot organlari ko'z yumadi deb. Tanish-bilishchilik qilib ham bir chiqib ketasiz, ikki chiqib ketasiz. Ana aytadi-yu, chigirtka bir sakraydi, ikki sakraydi, uchinchisida oxiri qopqonga tushadi. Shu uchun ko'chada tartib-qoidani buzmaslik, bezorilik sodir etmaslik kerak. Fuqarolarga o'zingizni adolatingizni o'rnatib, o'zingiz jazo tayinlamasligingiz kerak. Bu davlatda hali ham qonun ustuvor, jazo muqarrar ekanligini tushunmayotganlar ko'cha-ko'yda mana shunaqangi holatlar sodir etib, keyin ijtimoiy tarmoqlarda boshini egib, kechirim so'rab, uzr, bilmabman deb turibdi. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan tez fursatlarda yana diydor ko'rishamiz degan umiddaman. Ungacha o'zinglarni ehtiyot qilinglar, Allohga omonat bo'linglar.